og'rig'ini 2 daqiqani o'zida qoldirib yuboradi. Juda ham berkitilingan faktor bu sizni asabiylashgan paytingizda, ya'ni bir vaqtda o'zida kimdandir jahlingiz chiqdi, asabiylashdingiz, o'sha joyni o'zida bo'ldi, chiqib ketdingiz, ketdingiz. Bu muammoni o'ylamadingiz. Ikkinchi tarafi nimada? Asabiylashdingiz, asabiylashganingizdan keyin bu muammoni o'ylab miyangizdan chiqarmasdan yurish bo'ladi-yu, misol uchun, men bu odam menga mana bunaqa qildi, bugun mana bunaqa holat bo'ldi deb kunlar davomida, haftalar, oylar davomida o'ylab yuradigan muammolar bor. Bitta donagina muammo. Ana o'sha muammoni miyangizda saqlab yurishingiz sizni surunkali bosh og'rig'ingizga olib keladi. Boshdagi og'riq qoldirishning eng zo'r usuli 20 marta chuqur nafas olib, u nafasni ushlab tura olganimizcha ushlab turib chiqarishimiz kerak. Keyin 20 marta qisqa nafas, chuqur nafas olishimiz kerak. Mana shuni o'zi yetarli. Bu nima qilib beradi deydigan bo'lsangiz, qon tomirlar, ya'ni siz asabiylashgan paytingizda qon tomirlar siqib qolgan paytda to'g'ri nafas olishingiz qon tomirlarni kengaytiradi, sizni organizmingizda qon aylanishini yaxshilab, boshingiz og'rig'ini 2 daqiqani o'zida qoldirib yuboradi. Agar sizda ham yuqoridagi muammolar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin.